Hey, dami o'ngir. Onger? Voy, o'ngir. Onger? Hey, 11da aber gangir. Hey, onang nemgir shogird bo'lmaydi. Ay, biz trend olyapmiz deb o'ylayapmiz usta. Va Instagramga yomon qiziqasan, lekin ustaga shogirdga tushgansan. Usta aka, Hey. anaqa mashina bor edi, tuzatish kerak. Ustaxonami o'zi bu? Yo, aka, pajarniy bak. Ustaxonada ko'rmayapsizmi? Cho'tta ustaga o'xshamayapsizlar-da. Iya, nima ustaxonaga o'xshamaydi? Mana masalan, mashinaning eshigiga pilisoska o'rnatib berganman, qarab turing. Ana o'zi yopoladi, qarang. Mashinami? Aha, Voy bo, aka buni ustaga olib borish kerak. Siz usta emasmisiz? Men ustaman ha. 2 kunda keyin o'rgatilgan itdek qilib qo'yaman mashinangizni. Aqling kirami sen o'zi? Usta? Ha. Mo kerak emasmi? Nima edi endi bu? Qaydan olding? Bilmayman. Balon desam, balondan ingichka. To'rala balon joyidami? Ha, kerak emas bo'lsa irg'itib. Qormaylar ustalar. Mashina bitib qoldimi? Iya, mana mashinani egasini qara. 2 kundan keyin desam, kreditga o'xshab bir pasta kelyapti. Ha? Eshigim qani?